Xullas akalar, do'stlar, mana hozir mana Shokir akam keldilar. Mana Shokir akam. Gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Komandalari bilan hozir jiddiy gaplar bo'ladi bu yerda. Assalomu alaykum, hoji aka, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Qaraqasiz? Ben şey kuzatuvchilaringizga ayting, namincha mani ataka qilib tashladi, mana bunaqa urib, Jasur Jo'rayning yonida, Oshning yonida masalan boshqasan deb. Endi hamma mana bunaqa narsa-da. Hamma sharoitidan chiqib ish qiladi-da. Yo, sizlar mana bu mashinaga qaramanglar. Bu hammasi ani o'zini joyi. Prosta akamlar joyida qo'llaridan kelgancha sharoitdan chiqqan holatda ani o'zlaridan orttirganlaridan qildilar, yordam berdilar. Gapi aytgancha aka, Alloh rozi bo'lsin, o'shanda ani oyoq kiyimni jo'natib to'g'ri 50-chi razmerida eskiydi. Lekin ularni mazmunini berib yubordim. Duo qilishdi sizni. Gapi Alloh rozi bo'lsin. Akam yomon inson emas. Hech kim o'zi yomon inson emas. Mana misol uchun oyda so'rashmadi, alaykum assalom. Hech kim yomon inson emas. Hamma o'zini sharoitidan chiqqan holatda yordam qiladi. Qo'ldan kelgancha-da. Hamma o'zini muammosi bor. Bu insonni mamlakatida nima bo'layotgani, xayoli oilasida, atrofida nima bo'layotganini bilmaydi. Lekin aka bitta narsadan xabar bo'ldi. Ro'shan akamlar ikkalovilar addinli bo'lib ketgan edi. Yo'q, unaqa bo'lmagan, yo'q. Qo'ysangchi videolarni ham men ko'ryapman, aka. Yo'q, bilamiz. Qo'ying, aka, biza banda Allohdan bekitmagan bandasidan bekitamiz. Lekin ishonaman, inshaalloh birga bo'lishib, yana yaqinlashib, o'rtaga tushgan shaytonni to'nqaytirib haydab yuborishadi. Dadamdan gapim bor edi. Bo'ldi. Shunaqa, qarochi do'stlar, zo'r insonlar, yomon inson emas.